Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian tönügünkü muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning Bejingda o'tkazilgan 2022 yillik qishloq olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilish qaroriga qarshi tadbir qo'llanganligini o'tirib qo'ydi. U yana Amerikaning tantarbiyaga siyosiy betaraflik prinsipiga xiloflik qilganligini tanqid qildi. Amerika hukumati Xitoyni Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan ayblab, olimpikni boykot qilish qarori chiqargan. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgan ahvolda Amerika hukumatining Ukrainadagi Amerika fuqarolarini tarqoqlashtirish plani tuzganligi o'tirib qo'yildi. CNNning bu temada yaqin manbalarni asos qilgan xabariga qaraganda, navbatda Amerika davlat mudofaa ministrligining rahbarligida tarqoqlashtirish plani tayyorlanayotgan bo'lib, Amerika fuqarolarini Ukrainadan tezroq chekindirish plani ko'zdan kechirilmoqda ekan. Eron davlatlik televiziya stansiyasining xabariga qaraganda, Eronning muavin diplomatiya ministri va bosh suhbat vakili Ali Bakeri Rossiya amaldorlari bilan ichki davlat munosabati va Viyana yadro suhbat musobaqasi to'g'risida suhbat o'tkazgandan keyin bayonot e'lon qildi. Bakeri Viyanada yadro suhbatida natijaga erishish uchun g'arb davlatlaridan amaliy qadamlarni kutadiganligini aytdi. Amerika prezidenti Joe Biden bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning sinliq uchrashishida Ukraina chegarasidagi jiddiylik muzokara qilindi. Oqsaroyning yozma bayonotida qaraganda, Biden bilan Putinning uchrashishi 2 soat 1 minut davomlashgan. Yig'in jarayonida Amerika-Rossiya strategik muqimlik dialogi, tor hujumi va Eron qatorliq rayonlik masalalar muzokara qilingan. Arab Birleşme Xalifaligida hafta oxiridagi dam olish kuni Yangi yil bilan tang juma shanba kunlariga qo'shilib, juma kuni tushdan keyin boshlab 2,5 kun sifatida yo'lga qo'yildi. Shuning bilan birga Arab Birleşme Xalifaligi hukumatı butun mamlakatda juma namozini 13 dan 15 ta o'qishni qaror qilgan. Yevropa İttifaqı bir necha hafta ichida Afg'onistonda konsulxona qurish tayyorlik qilmoqda. Yevropa İttifaqı komitetining bayonotchisi Nabila Massali Yevropa İttifaqıning Afg'onistonning poytaxti Kabulda eng tuvan mavjudlikni saqlab qolish uchun davomli tirishadiganligini e'lon qildi. Shuning bilan birga konsulxonaning ochilishi Yevropa İttifaqıning Talibanni e'tirof qiladiganligidan darak bermaydi deb ta'kidladi. Jurnalist Jamal Qashqchiga suiqasd qilgan gumondorlardan biri Fransiyada tutilgan. Fransiya taratqullarining xabariga qaraganda, Saudiya Arabistonlik Khalid Al-Otayyi seshanba kuni Parijning Charles de Gaulle aerodromida tutib turilgan. Egilanishicha, Al-Otayyi Turkiya tutish buyrug'i chiqargan 20 kishining biri ekan. Bir soqchi amaldori Reuters agentligining ziyoratini qabul qilganda, Al-Otayyi 2019 yili Turkiya tarafidan chiqarilgan qo'lga elish buyrug'i bilan tutilganligini aytgan.